Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan mebendazol dori vositasi haqida gaplashamiz. Mebendazol dori vositasi bu gel mitlarga, quruqlarga ta'sir qiladigan dori vositasi, keng ta'sirdagi hamda samarali hamda kattalarga hamda yosh bolalarga qo'llash mumkin bo'lgan dori vositasi hisoblanadi. Mebendazol dori vositasini ishlab chiqarilishiga keladigan bo'lsak, tabletka ko'rinishda 100 hamda 500 milligram ko'rinishda ishlab chiqariladi. Mebendazol dori vositasi bir qancha germitlarga odamda, chellarda hamda ichkidan tashqarisida parazitlik qiladigan bir qancha germit qurtlarga ta'sir qiladi. Bulardan sizlar bilan gaplashib ketamiz. Ya'ni trixosefalioz, trixelioz, enterobioz, askaridoz, ankilostomatoz, tenioz, strangulyoz, echinokoz hamda aralash invaziyalarga ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan hamda yaxshi dori vositasi hisoblanadi. Endi mebendazolni ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, mebendazol germitlarda hujayra tubulinni hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi hamda glyukozaning utilizatsiyasini qaytmas bloklab beradi. Natijada germitlarda zaxirada to'plangan gliken miqdorini yo'qolishi, undan tashqari ko'payish, o'sish holatlari yuzaga kelmasligi, zaxirasi tugashi hisobida germitlarda o'lim holati yuzaga keladi. Shu bilan ta'sir mexanizmi shu bilan bog'liq. Endi mebendazol yuqori sezgirligi bo'lgan germitlarga ta'sir qiladi. U yuqori sezgirligi shu germitlar hisoblanadi, ya'ni qurtlar hisoblanadi. Endi bularda mebendazolni qo'llanishiga keladigan bo'lsak, kattalarga hamda yosh bolalarga ta'sir qo'llanishi mumkin. Endi grammi, dozalariga qarab turib qo'llaymiz hamda qurtni turiga qarab turib, germiti turiga qarab turib davomiyligi bo'ladi. Misol uchun bir martalik beriladi, 3 kunlik, 5 kunlik yo bo'lsam 28 kunlik sxemalar bilan beriladi. Bu germitni, qurtni turiga qarab turib beramiz. Ya'ni birinchisi trixosefalioz, bu katta hamda bolalarga 100 milligramdan bitta tabletkadan 2 mahal 3 kun beriladi. Agar 3 haftadan keyin yana axlat analizi qilib tekshirib ko'riladi, germit aniqlanadigan bo'lsa, takror yana profilaktika yo bo'lsa takror dori vositasi beriladi. Undan tashqari ikkinchi germitimiz bu trixinelioz kasalligi germit hisoblanadi. Bularga biz 300 gram, 600 gramgacha 3 mahaldan 10-14 kun davomida beriladi. Endi enterobioz, ya'ni astritsalar, ko'proq enterobioz bu gijjalar yosh bolalarda uchraydi. Astritsalar, ya'ni katta va bolalarga 100 milligramdan bitta tabletkadan bir mahal bir kun beriladi. 2 hafta, ya'ni 14 kundan keyin yana takror bitta tabletka beriladi. Undan tashqari tenioz, strongilyozda kattalarga 200 milligramdan 2 mahal 3 kun davomida, bolalarga esa bitta tabletkadan 2 mahal 3 kun davomida beriladi. Undan tashqari bu echinokoz kasalligimiz bor, bu ko'proq jigarda parazitlik qiladigan germit turi hisoblanadi. Bu aniqlanadigan bo'lsa, ko'proq yosh kattalarda aniqlanadi. 500 milligramdan 2 mahal 3 kun davomida, keyingi 3 kunlikda 500 milligramdan 3 mahal 3 kun davomida, keyingi kunlarda esa kilogramga hisoblab turib, ya'ni 25-30 milligram kilogramga hisoblanadi. Ya'ni 70 kilo, 80 kilo odam bo'ladigan bo'lsa, 30 ga ko'paytirib turib, 3-4 mahalga bo'lib berib boramiz. Ko'proq 25 kun davomida, 28 kun davomida berib boriladi bu dori vositamiz. Endi mebendazol dori vositamizga keladigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Bu nojo'ya ta'sirlari dori qabul qilinganda bemorlarda ko'ngil aynishi, bosh og'rig'i, qorinda og'riq holatlari, ba'zi bir holatlarda allergik holatlar yuzaga kelishi mumkin, ya'ni toshmalar toshishi, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Endi mebendazol dori vositasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bor. Bu qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bu homiladorlik, jigarda muhim proses ketyap turgan bo'lsa, jigar yetishmovchilik holatlari bo'lsa, emizikli holatlar bo'lsa, 1 yoshdan kichkina bo'lgan bolalarga qo'llashda qarshi ko'rsatmalar bor. Undan tashqari preparatga maxsus ko'rsatmalar, ya'ni qabul qilyap turganda bemorlarda
ochlik talab qilmaydi. Undan tashqari kelizma, ya'ni chelak bo'shashtish talab qilinmaydi. Bu yuqori samaradorlikdagi preparat hisoblanadi. Ya'ni qabul qilingandan keyin bemorlarda yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu mebendazol dori vositamiz haqida ma'lumotimiz shu. Ya'ni videolarimizni kuzatib boring hamda layk bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.